Qadrli do'stlar, kelinglar darslarimizda kelgan joydan davom ettiramiz. O'tgan darsda string mavzusini slicing degan qismiga o'tgandik. Endi kelinglar modify string, ya'ni stringni o'zgartirish. Stringni o'zgartiradigan, o'zi asli aynan stringni o'zgartirmaydi Python. Masalan, boshqa tillarda first break bizniki. Boshqa dasturlash tillarida o'sha aynan masalan a barobar azamjon degan stringni aynan masalan 0 kichkina a ni men shunchaki katta qilib qo'ysam bo'ladi boshqa tillarda. Lekin Python dasturlash tilida bu mumkin emas mana. Ya'ni yangi aynan bitta qaysi qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi. Yangitdan qiymat berish mumkin, lekin aynan bittani o'zini qismini o'zgartirib bo'lmaydi. O'shaning uchun keyingi mavzu, hozir gaplashadigan mavzuyimiz, ya'ni stringni modify qilganimizda ham aynan eski stringni o'zgartirmaydi. O'sha biz aytgandek o'zgaradigan yangi string qaytaradi. Shu narsani aytib ketmoqchiman bo'laman. Uppercase degani yuqori harflar, ya'ni katta harflar. Masalan, shuni string nuqta qilib turib upper deb qavs qo'yadigan bo'lsak, bizga katta string qaytarib beradi. Ya'ni masalan mana hop a nuqta upper deb qo'ysak bo'ldi. Randni bossam hamma harflar katta bo'lib chiqadi mana. Azamjon. Faqat lekin mana eski stringdan pastdan chiqarib ko'ramiz. Print a ni o'zini chiqarib ko'ramiz mana. Katta azamjon chiqdi. Keyin bu nima bo'ladi? Keling, mana holatda tursin mana. Xo'p. Mana upper degan metodimiz prosta tak hammasini katta harf qilib bizga qaytardi va eski ayimiz o'zini tekstida turibdi. Ya'ni hech narsa o'zgarish bo'lmadi. Tepada aytganimdek modify qilib yangi string qaytaradi bizga. Uppercase shu, lowercase ham xuddi shu. Faqatgina mana buni lower qilamiz. Shu bilan hammasi kichkina bo'lib ketadi mana. Xo'p, remove white space, ya'ni boshida va oxirida mana white space is space before and or after the actual text and very often you want to remove this space. Ya'ni odatda shu boshidagi kerak belgilab tashlash kerak bo'ladi. Method remove beginning or the end, ya'ni boshidan yoki oxiridan olib tashlaydi deyapti. Ya'ni bo'sh joylarni. Masalan, mana hello world yoki masalan mana qo'ydikda adashma anaqa yozib qo'ydik. Xo'p. Prosta o'zini chiqarib ko'ramiz. Ana o'zini ipasdan o'shani strip qilib, ya'ni tozalangan versiyasini chiqarib ko'ramiz. Mana run tugmasini bossam, mana oldida bo'sh joy borligi uchun mana bu yoqqacha chiqib keldi. Mana oldida bo'sh joylargacha, lekin buni strip qilib tashlaganim uchun faqat boshidan va oxiridan tozalab tashlandi. O'shaning uchun shu holatda chiqdi. Yoki yana bitta len bilan olishimiz mumkin. Mana b tekstimiz o'sha a ni strip qilingan versiyasi deb turib, masalan a b ni chiqarishimiz mumkin. Masalan len a len b. Mana shu bilan agar orqada 3 ta probelni olib tashlagan hisobiga bu 10 ta, bu 7 ta chiqadi. Xuddi shu holatda. Xo'p, replace aynan bitta belgi berib, o'shani o'zini almashtirib tashlash mumkin. Masalan, mana hop a turibdi. Hop a nuqta replace qilib turib, eski harfni beraman. Katta shu kichkina turaversin desam, hammasini mana qo'yamiz. Print a beradigan bo'lsa, bizda mana kattani kichkinaga o'zgartirib beradi. Lekin bu replace ham nima qiladi? Aynan aytganimizda yangi string qaytaradi. Ani o'zgarib qolmaydi. Biz o'shani o'zgartirilgan string chiqarishimiz kerak mana. Azamjon. Xo'p, endi split. Split bu bizga bo'lib beradi deb tushuntirsak bo'ladi hozirchaga. Ya'ni berilgan belgimiz bo'yicha bo'lib chiqadi. Masalan, Azamjon, hop Zahiriddin, hop Bobirjon, yana va hokazo har xil ismlarni tasavvur qilaylik. Masalan, mana Azbek desak, endi nima qiladi replace? Masalan, shu birga tenglaydi. Aytganimiz yangisini qaytaradi. Nuqta
split qilib turib, ichiga o'sha nima belgi bilan bo'lib chiqish kerak. Masalan, virgul bilan bo'lib chiq deydigan bo'lsam, b bo'ladi. B-ni y-ga chiqaraman. Mana o'zlaringiz ko'rib turasizlar nima bo'lishini mana. Ani bitta alohida string qilib berdi, Zahiriddin alohida qilib berdi, Boburjon alohida qilib berdi, Azbek alohida qilib berdi. Mana, ya'ni mana bu biz bergan belgi bo'yicha shuni keladi, shu virgulgacha bitta bo'ldi deydi. Buni oldi bitta belgi deb. Buni oldi bitta element deb. Buni oldi bitta element. Xuddi shunaqa beradi. Buni listlarda o'tganimizda yoki boshqa data type'larda boshlaganimizda batafsil gaplashamiz. Hozircha shu. Agar mabodo shu panjara bo'lsa, masalan, panjara deb chiqargan bo'lsa, aytga shuni panjara qo'yilsa, bo'ldi. Panjara qilsa ham qilib beradi. Lekin panjara qo'yilgan holatda virgul qo'yib qo'yib split qilinsa, hech narsa bo'lmaydi. Hammasini mana bitta qo'shtirnoq ochdi qilib qo'ydi, ko'rdingizmi? Mana hammasida bitta. Endi buni qo'shtirnoq emas, panjaraga almashtiramiz va bossam, hammasini mana aytganimizdek alohida qo'yib berdi. Xo'p. Xudo qisqacha stringni hozircha tugadi. Agar yana ham to'liq qismlarni ko'rmoqchi bo'laman desalaring, deyapti mana string metodga alohida referens berib qo'ygan. Kirib, mana Pythonda hamma string metodlarni ko'rib chiqish mumkin. Mana to'la uni sen ozgina o'rganib olgandan keyin keyinroq bajarsa ham bo'ladi. Xo'p, bizlarga qaytamiz. Kelinglar. Transferlarni qilib ko'ramiz mana. Xo'p. What is the correct syntax to print a string in uppercase letter? Welcome.upper. Well, submit. Next question. Hop, white space tashlash uchun txt.string degan metoddan foydalanamiz. Next. Endi nima deyapti? Hop. Uppercase deyapti. Bu txt.upper. Next question. Lowercase txt.lower. Keyingi savol. Replace deyapti. Nom bilan replace qilamiz. Hop. Mana belgi bizda H. Keyingi belgi G. Submit qilamiz. Shu bilan tugadi. Qanday savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Javob berishga harakat qilamiz.